Savdo bo'lyapti shekilli endi. Ha, bo'ldi aka. Qaysiga olaganmi? Ha, tog'a. Bu olasiga. Baraka qilsa xursand bo'lsin. Bering endi, endi qo'ying. 200 endi ko'rib olganman. Baraka. Qaysinga aka? Mashina. Bordi yo'q qidirgan. Jindak chiqaralsa hali yo'q u narsa. Endi. Bu bola. Mashinaga bo'lsa kerak oldi. Nech pul bo'ldi? 4,5 million. Bo'g'ozmikan? Bolasi yo'q. Savdolarni qilamiz. Savdo bo'lyapti. Nech pul qilishyapti? Bilmayman aka. Bilmaysiz? Apparat olish kerak ekanda kimni ko'taradi mana aka? Ha, bo'laveradi mashina. Ko'tarib kerak. Ha? Yaxshi savlasa, yaxshi telefon. Bu ham yaxshi. Yaxshi. Narxini bilmadingmi? Mana mo'l qildi, aka, 27 million ish. Qaysi narga nima? Kuyukiron qotib shekilli bu. Bolasini ekan. Bolasini olsa ekan. Nech pulga savdo? 27 million 300. Bola novoz. To'rtinchi, beshinchi bolasi ancha 27 million 300 ga. Lekin ko'cha. Bolasi necha kunlik bo'ldi buni? Kelyapti, o'rta yetaradi. Ikkinchi bolasi o'rta ekan, 5 kunlik bo'ldi. Suti sinalganmi? Nech pul deyapsiz? 5 million baho aytyapsiz. Savdosi-chi? 28 million. Berishyapti, berilmayapti. 28 millionga yo'q. Bunaqta sutga. Telefon nomeri qo'yib ketamiz qiziqadi. 94lik 296 37 77 200 ming kunizga bor ekan. Bola novoz. İkinci bola deyiladi. Assalomu alaykum hurmatli ishqibozlar. Sigir ishqibozlar. Bugun 8-aprel 2025-yil hafta kuniga seshanba. Navbatdagi videolarimiz Qo'llamecho'ja mol bozoridan sigir qatoridan bo'lyapti. Sigirlar chiroyli qilib narxlarni yoritib berishga harakat qilamiz. Videodagi xato kamchiliklar uchun oldindan so'raymiz. Videolar yoqsa like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kanalga yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar biz kiritib borayotgan videolar sizlarga birinchilardan borib turadi. Sigirlardan sekin ro'zg'orbob harflarni narx-navolarni sotilganlarni ko'rsatamiz. Nech pulga bordi bu shved? 1 million. Bola xunajin. Bola xunajin 4 oylik bo'lgan.
Ha, qornida ham bor. Usti nechta buni? Ustini aka 12 ta so'rovlarga javobga beradi. 12 ta, 10 taga Javobga beradi. javobga. Sinashga ham beraverasizmi? Beraveramiz. Sigir Birinchi mi? bola ishini bilsa ochib qo'yaveradi. Bu bo'y. Sigir yosh. Mana ko'rinishlari, ishlari. Bola xunajin, lekin sigir sifatli. Bo'ylari 125 atrofida. Bolasi ham mana işte o'zi yetib olgan xunajincha, o'ziga o'xshagan shved. Hop, hozir telefon nomerlarini olamiz, xudo xolasa. Telefonda ayting. 35 kami bor. 35 kami bor? Telefonda ayting. 94lik. 142 0005 ga telefon qilasiz. Adres qayersiz? Bola xunaji. 10 tasiga sinashga beraveradi. Hop, sizga Nasıl gene bolası? Neç mi so'rashyapti aka buni? Neç pul berdingiz? Rahmat Yusufov. Qancha? 24 million 600. Bola xunaji. Suti sinalganmi suti? Suti 10 ta suti bor. 10 ta sutiga bola xunaji. O ikkinchi bolasiga 24 million 600 mi? 24 million. O ma'qul turibdi. 24 million 600 ga beriladi. 10 ta. Bolasi lekin bu qo'ygan, bilmagan. Otib beraymi? Mana to'qqiz ketdi. Nech puldan sigirlar? Badagi shopir yetib ketyapti, qancha yo'ligan bilmayman. Sotilibdimi bu? Bilmaydi shopir bu ham. Olib ketyapti. Egalari yo'qmi ekan? Nargilari-chi? Egasi yo'qmi ularda? Ha, egalari yo'q. Bu sotilib bo'lgan shekilli. Ha, arg'amchilar baylangan. Egasi yo'q. Savdo bo'ptimi bu? Olinibdimi? 100%. 27 millionga oldi. Bolasi manami ekan? 27 million. Bu bolasi nima buni? Davosimi? Bolasi nima? Qani? Bolasini suti nechta? 15 ta. Qancha? 15 ta. Ikkalasi sizdanmi? Bunisi-chi bolasi? Novozmi. Bunisi bolasi novozcha. 15 ta sutga bunisi. Buni suti. Bu ham 15 ta. 15 ta sutga, bunisi bolasi novozcha, bunisiniki mazincha. Hop, savdolarni so'raymiz. Narxlari-chi? Narxlari 32 dan bor. 32 dan kami bor. Savdolari qanaqa bo'ldi?
Nargisi 26,5, bunisi 28 ga kirdi berilmadi. Bolasi bunisi kunajimcha. Sizlar 15 tadan. Nechinchi bolalar ekan endi bular? 3-bola. Ikkalasi ham 3-bolasi. Zo'r chiqadi. Telefon nomerini aytib ketamiz qiziqarlarga. 93 908 908 22 20 telefon qilaverasizlar. Asakada ham Asakali akamiz telefon qilaverasizlar. Qiziqarlar bo'lsa mana. Sigir. Ro'zg'orbop chiroyli sigirlar 26,5 28 ga kirdi beriladi. Bolasimi mana buni? Novosmi? Bolasi novoschi. Bolasi novoschi. Sigir. Nech pul deyapsiz endi buni? 33. Savdosi qanaqa bo'ldi? 29 ga bermayapsiz. Bolasi novoschi. Suti nechta ekan buni? 18 sutga 29 ga berilmayapti. Bola novoschi. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Telefon nomerini aytamizmi qiziqqanlarga? 93 921 ha 421 1335 ga aloqaga chiqarasizlar masalan. Qiziqqanlar bo'lsa, sotilmay qolsa, yo bo'lami uyda ham? Uyda ham bo'ladi. Adres qayerda? O'rta Sharqon. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. Bolasi. Bolasi ham endi bir haftalik bo'libdi. Mashinga savdo bo'lyaptimi aka? Ha, 100. Qancha? 150. Qanchaga savdo bo'lyapti? 20 mi? Ha? Bolasi majinmi? 50. Savdosini to'shni aytmadi endi hozir bilamiz. Bolasini ovoz ekanmi? Nech pul beryapsizlar aka? 27,5. Ovoz bolasi. Bolasini ovoz ekan 27,5 ekan. Atakana. 27,5 ga berilmayapti. O'ylab 120 atrof. 27,5. Bolasini xunajimmi, novosmi? Bola xunajim. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi xunajimcha. Suti nechta ekan buni? 20 ta bor, 15 taga beryapti. 15 taga berilaveradi. Bo'ylari 1.30 abag'ida 3-chi bolasi xunajimcha. 15 ta. Savdosi qanaqa bo'ldi aka? Savdosiga 30 berishi. 30 millionga berilyapti. Chiroyli sigir. Assis deyapti. Yoshi yaxshi mana tekalari ham bor qulog'ida. Qiziqqanlarga nomer berib ketamizmi? Bo'laveradi, bo'laveradi. Aytingchi. 90lik. 90lik 547 547 2996. 2996 ga aloqaga chiqaverasiz. Adres qayerda aka? Adres Asaka Oqmo'ylar. Asaka. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilaverasizlar, mabodo sotilmay qolsa. Saqqallarga bo'g'ozlari ham bor uyda. Aha, bo'g'oz. Mana uyda bo'g'ozlar ham bor deyapti. Telefon qilaverasizlar hozir aytilgan nomerlarga. Dastlabki ham qilib beraverasizlar yaqin. Dastlabki ham bo'laveradi. Xudo xolasa, dastlabkilarigacha bor ekan. Bolasi nima buni? Bo'g'oz. Bolasini ovozcha. Nechinchi bolasi? Birinchisimi? Birinchi bolasi. Ustini sinadinglarmi? 15 taga berilaveradi. Bu termadan chiqqan ekan, O'zbekiston termasi. 15 ta sutga berilaveradi, bolasini ovozcha. Bolasi ham oxirgi ovozcha zo'ragan. Necha kunlik bo'ldi bolasi? Insonlar yo'q qo'ygandir aka. Olgansiz-da siz ham to'g'ri? Olganman. Bo'ylari 30 plus. Sigir yomon, ko'rinishi yomon.
tiniq narsa, yosh. Savdosi qanaqa bo'ldi buni? Savdosi 42 millionga berilmadi aka. 42 millionga berilmadi 15 ta sizga. Ishlari mana. Vodiyda odamlar 1 million, 1,5 million pulni olib sinab olaveradi. Sinashga berilaveradi. Namangan, Andijon, Farg'ona. Dastlabki ham qilib beraverasiz, xudo xohlasa. Dastlabkani endi o'rtada Ha, kelishamiz. kelishiladi. Xo'p. Telefon nomerini aytib yuboringchi. 91 328 328 9078. 9078 ga telefon qilaverasizlar. Bozorlardan ham borilyapti. Hozirgi nomerga telefon qilaverasizlar. Xudo xohlasa dastlabkalari bilan sinab olishga berilaveradi. O'sha ham zo'r narsalar. O'zimiz turib olamiz 5-6 kunliklari bor. Aha. Kechki bo'g'izlar bor shuni. Kelishib qolsa, bo'g'ozni olib qo'ysa, tug'dirib ham beraverasiz. Berilaveradi. Xudo xohlasa, mana telefon qilaverasizlar mana. Sizga tiniq narsa, yosh. Kelajagi bor, xudo xohlasa. Bola novozcha. Yillar gigantlar ham chiqdi, juda ko'payib ketdi bugun. Qaysiga savdo bo'lyapti, tog'a? Ungami? 32,5 mi? 32,5 ga berilyapti mana. Mana krasniy bo'stiramiz shunaqa shekilli. 2,5 ga berilyapti.